Rossiya yoki Ukraina Konstantinovka uchun bahs avj oldi. Rossiya Mudofaa vazirligi prezident Vladimir Putinga rus qo'shinlari Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida joylashgan Konstantinovka shahrini nazoratga olganligi haqida hisobot bergan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa shahar egallanganligini rad etib, Putinni muzokara o'tkazish uchun Konstantinovkaga kelishga chaqirdi. Putin 4-iyun kuni harbiylar bilan uchrashuvda Rossiya bo'linmalari Konstantinovka ustida nazorat o'rnatganligini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, urushdan oldin 80 ming kishi yashagan shaharning egallanishi Slavyan, Kramatorsk va Konstantinovskiy mustahkamlagan hududida o'rnashib olgan Ukraina armiyasi tuzilmalarini yo'q qilishning birinchi bosqichi bo'lgan. Zelenskiy mazkur bayonot ortidan shahar bosib olinmaganligini ta'kidladi. Albatta bu yolg'on. Agar Konstantinovka hozir Rossiya nazorati ostida bo'lsa, unda Putin u yerda men bilan uchrashib, urushni nihoyat tugatish uchun diplomatik yechimlar topishda muammoga duch kelmasa kerak, deb yozdi Zelenskiy Telegram kanalida. U Putinning Konstantinovkani bosib olish haqidagi bayonotini Rossiyaning navbatdagi yolg'oni deb atamoqda. Zelenskiy Rossiya prezidenti frontni kesib o'tishga tavakkal qila olmasligi, chunki haqiqat Putinning so'zlaridan juda farq qilishini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham Konstantinovka Ukraina kuchlari tomonidan nazorat qilinishda davom etayotganligini ma'lum qildi. Bosh shtab spikeri Andrey Kovalyovning ta'kidlashicha, Ukraina armiyasining Sharq qo'shinlari boshqarmasi mudofaani davom ettirmoqda. Shahar hududlaridagi vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Rossiya qo'shinlari hujum harakatlarini olib bormoqda. Ular kichik piyoda guruhlari Ukraina qo'shinlarining jangovar tartiblari ichiga kirib bormoqda. Bu holat jang maydonida dronlar hukmronligi sharoitida Rossiyaning asosiy taktikasiga aylangan.